Ben mükemmel ya. Ya konuşma. Qadirlik dostlar, men Muxtar Buğra. Abdumrayillik Xalq üçüncü doktorxanası alayda qo'llagan bir piyal çay söhbetimizge bugün biz bir emas, ikki emas, 3-4 Muşu Yipek Yolu sadasida naite katta ulug' bir naqshi chiqdi deb qarayman. U bo'lsa-mu Söygü ulug' degan naqsha. Muşu Ablat ustoz gruppasininki muşu oldin qatardagi 4 kuchlik mahirlari jug'langan vaqtda bu naqsha ijro bo'lgan. Bu naqsha shu maydonnimi bir zilzilga keltirgan. Endi anglag'uchilarnimi naiti qalbini larziga solgan naqsha. Endi bu naqsh to'g'riliq uzoqdan beri bir suhbat o'tkazish istigim borda, bu fursat bugun kelgan o'xshaydi. Shunlashqa qisqacha bir suhbat o'tkazib olsak, buningki she'rini Muxtar ismlikdan birisi yozgan, ha? Muxtar Maqsud. Muzikasini Men yozgan. O'zing yozgan. Akkordinchi O'zim qilgan. O'zim haliqi shu Markaziy Musiqa institutida o'qiyotgan vaqtimdagi ishlangan naqsh bo'lib, uniki tegini kompyuter media bilan ishlab, pauzlarni skript bilan chaldirib o'tganman, rostchaga skript bilan. Shunga menda qarasa boshqacha chiqdi bu muzika. Shunda nait kangre melodiyasi Keremjon. Muzikasi to'g'riliq bir ishga qizgab qila. Bu naqshining melodiyasi bek go'zal menimcha. Tekst bilan nait bek yaxshi birikkan. Ablat akamning azaldan ijodlari shunaqa chiqyapti endi. Shu qatim shu o'quvchilarimiz bilan aytish to'g'ri kelgan Ablat akam shu naqshini aytaylik birga sahnada adamning sanik. Ammo Maqbira singlimiz qatorliq yana necha o'quvchi İlhamjon, Abdurahmonlar u ikkisi yurtsal jiroqroq bo'lganligi uchun kelinmay qolib qoldi. Shu qatimliq 6-qara Yipek yo'lidagi shu 3 kishilik mayrniki qator kirgan mushlar bilan Keremjon biz birlikda aytgan. Bay degandek men bu naqshni o'zim uning ilgirisida aytib ijro qilgan bo'lsam-mu, hamda bular bilan birlikda yana uzun yillik mashq jarayonidagi mehr muhabbatlarimiz toza chigilib bir yerga kelib turgan vaqtda yana bu muhabbat so'ygi to'g'risida bu naqshni bir sahnada bunda ijro qilib chiqqandan keyingi hayajon men yana xuddi yangi naqshni aytayotgandek shunday bir tuyg'u bo'ldi. Men undidorimga shu dunyo mehr muhabbat bilan go'zal degan bir narsani yozib qo'yaqliq. Buni kim degan o'ttirib qo'ygan. Men mükemmel ya. Ya konuşma. Men dunyoni haqiqatan mehr muhabbat bilan go'zal deb qarayman. Hamma odam qalbi güzel odam dunyoni güzel deb chaqlaydi. Ozroq qalbiga nafrat, qayg'u yig'ilib olgan odam pas gapliga sal amroq bo'ladi. Bu insonning tabiati bu. Shunga Ablat qarindishim, Keremjon qarindishimiz, bu hemşirimiz urilgan ve kelgan kelinmagan qarindoshlarimiz ijro qilgan mushu naqsha tomoshabinlarning qalbini larziga solgan, ko'zini ro'shanlashtirgan bir naqshida. Shunga Abdumrayilli Xalq üçüncü doktorxonasi parlaq ata ko'z kasalliklar bo'limi naqshchilarning ko'zining ro'shan bo'lishidan boshqa yana tomoshabinlarning ko'zining ro'shan bo'lishini, qalbining parlaq bo'lishini, yuragining sog'lom bo'lishini tilaydi. Shunlashqa bu naqshininki anglashdi ilgari mahsinglimizning bir ikki og'iz gapini anglab yetib, endi xulos qilaylik. Ustozlarga salam men. Biz shu naqshini bishida tunji qitim anglaganda men hisobda tekstni bek yaxshi ko'rib qolgan. Biz shu palenqa vaqtida bizning ma'lum bilan ustozlar bizga shu abay deganga o'xshash izchil holatda shu muhabbatlik shu dunyo shunchalik go'zal shuningga eng ichidagi bir tekstga o'xshash elni suygan elga ko'yganlar degandek tekstni anglablar men butun badanim bir xil hayajonliq besib ketgan. Aşında güzel mısralarga, muşunda güzel melodiya qaytilgan vaqtda texim güzel bo'ladi bu. Uning dekin siliningki ijro kuchinglar bilan ma naqsha haqiqiy bir ulug' so'ygiga aylangan gap. Rahmat sizlarga.
Elni söygen, elgi köygenler El kalbide çolpan emasmu Elni söygen, elgi köygenler El kalbide çolpan emasmu Elgi afet dert Dert tilgenler Elli içide veyran emasmu Elge afette dertli geller El içine veyran emesmu Suyulup hem suyup büteyni Dilden dilga mehir tükeyni Sevgi ulu bu dünyada biz Yetti günlük mihman emesmi İnsan kalbide sevgi yok olsa Bu dünya hırsızlık emesmi Dünya aslida bir güzel dünya Mehir bilen güzel emasmi Elni söygen, elgi kuygenler El kalbida çolpan emasmi Elgi afet dert Dert tiligenler El içide veyran emasmi